Endi ko'pchilik biladigan MyTaxini ishga tushirish tarixi haqida gapirib bermoqchiman. MyTaxini ishga tushishdan avval biza City Taxi degan kompaniya asos solganmiz. City Taxi kompaniyasi bu bizani o'sha Newmax Technology Holdingimizda emas, alohida tashkil qilingan edi va City Taxi kompaniyasi bu 100 ta Lacetti mashinasidan iborat va biz dasturiy ta'minotni hammasini sotib olgan edik Avstriya kompaniyasidan. Ko'rganmizki, shu City Taxi'da 100 ta mashina shaharga yetmas ekan va shunaqangi bir platforma qilmoqchi bo'lganmizki, ham o'zi City Taxi'ga ham foydalansin, ham boshqa taksi kompaniyalar ham foydalansin. Bu platformada shunaqa g'oya bo'lganki, birinchi g'oya City Taxi'ni mashinalari yetmay qolayotganda, masalan, pik vaqtlarda, ertalab vaqtida yoki kechki payt vaqtida biza bozordan, ya'ni bozor deganimda boshqa taksi kompaniyalarini bo'sh turgan mashinalarni ham jalb qila olaylik. Kerak emas bo'lgan vaqtda faqat o'zimizning mashinalarni ishlataylik. Ya'ni shunaqangi bir taksi kompaniyalar uchun platforma qilmoqchi bo'lganmiz, birinchi g'oya va shuni ustida ishlashni boshlaganmiz. Bu ustida ishlab 1,5 yil vaqtimizni ketkazganmiz. Ya'ni qarasak, ishga tushirishimiz qiyin. Nimaga qiyin? Chunki biza qilayotgan model taksi kompaniyalar uchun model bo'lgan. Taksi kompaniyalar kelib shunaqa sizlarni mashinalarni bizning platformaga ulanmoqchimiz desa, har bir taksi kompaniya aytganki, yo'q degan, bizani o'zimizni yaxshi, juda professional, masalan, Rossiyadan olgan yoki masalan Ukrainadan olgan dasturiy ta'minotlarimiz bor. Shu funksiyalarni beringlar, masalan, call center integratsiya bo'lsin, SMS yuborish, hammasi integratsiya bo'lsin. Va biz call center, SMS hamma funksiyalarni integratsiya qilamiz desak, juda ko'p vaqt ketgan, juda ko'p resurs ketgan. Keyin tushunganmiz, keringlar deganmiz, qarasak taksi kompaniyalar uchun qilamiz desak, taksi kompaniyani bir 4 ta 5 ta katta kompaniyani egalarini juda kayfiyatiga bog'liq bo'lar ekan bu biznes va biza kuchli Rossiya yoki Ukrainada qilinadigan dasturlar bilan biza kichkina bozorda konkurensiya qilishimiz kerak ekan. Kelinglar deganmiz, biza keyin modelni o'zgartirish o'ylaganmiz. 1,5 yil o'tgandan keyin hali produktni ishga tushira olmayapmiz, chunki vaqt ketyapti. O'zgartirganimiz va aytganmiz, kelinglar biza shu Uber rivojlanayotgan edi, shu Uber modelini olamiz va fokusni klientga qilamiz. Biz klient uchun dastur qilamiz. Biz taksi kompaniyalar bilan gaplashmaymiz, gaplashadiganimiz asosiy haydovchilar bilan gaplashamiz. Haydovchilar bilan kelishish yoki bo'lmasam ularni qiziqtirish osonroq taksi kompaniyasining egasiga nisbatan. Va buni ishga tushirayotganimizda olib esimda bor, 2015-yilda shu 15-yanvarlarda, o'zi 11-yanvarlarda 10-yanvarlarda ishga tushirganmiz, lekin ofitsial ishga tushirgan kunni shu 15-yanvar deganmiz. 15-yanvar kuni men o'zimni shu Facebook'imda e'lon qilganman, mana MyTaxini ishga tushirdik deb. Uni ishga tushirishdan oldin rosa ko'p eksperimentlar qilganmiz, juda ko'p pul to'laganmiz. Masalan, boshqa taksi kompaniyalarga bizani dasturni tekshirish uchun. Ular bizani dasturni tekshirish natijasida juda ko'p zarar ko'rardi va zararni to'lashga biz kelishganmiz. Undan tashqari birinchi ishga tushirganda biz 10 ta mashina bilan ishga tushirganmiz va Toshkent shaharida 10 ta mashina yurgandan keyin ular qaysidir biri mijoz bilan yuradi, qaysidir biri liniyada bo'lmaydi. Asosan yursa 5-6 ta yurardi. Biror nuqtaga yetib kelish vaqti 15-20 daqiqa edi. Va ular ko'proq liniyada yursin, ko'proq mijoz bor ekan deb o'ylasin uchun narxlarni boshqa taksi kompaniyalardan ozgina baland qilganmiz. O'sha vaqtda esimda bor, 1 kilometrdan 800 so'm o'rnatganmiz. Va bozorda 600 so'mdan 700 so'mdan kilometr taksi kompaniyalari bor edi. Bu nimaga qilingan edi? Chunki taksi haydovchisi MyTaxini zakaz qilsa va buni hozir menga mijozi ko'proq pul to'laydi deb xursand bo'lib borsin deb shu maqsadda qilganmiz. Ikkinchi narsa, biza o'zim juda ko'p kuniga kerak bo'lmasa ham 10 martalab taksi ishlatardim. O'tga borardim, bo'tga kelardim, u kafega borardim, bu kafedan yana boshqa kafega o'tardim. Bu kafedan bu kafega o'tishim nimaga edi? Shu taksi chaqirardim va taksi chaqirsam, masalan, 8,000 so'm bo'lardi, 6,000 so'm, 5,000 so'm bo'lardi. 5,000 so'mdan tashqari yana 5,000 so'm yoki 10,000 so'm men choy chaqib puli berardim. Shunaqa o'ylasinki, haydovchilar voy bu MyTaxida yursam, buni mijozlari ko'p choy chaqib berar ekan deb va atrofdagi shu xodimlarimizni ham ko'proq bizani taksini chaqirishi, ularga choy chaqib berishga undirdim.